Azizlar, Amerikada realtor tanlayotganingizda juda ham ehtiyot bo'lingizlar. Mana hozir men Staten Islanddagi ofisimga keldim. Brooklyndan bitta aka keldilar. Afsuski 4 oy oldin bitta rus realtor bilan kontraktga qo'l qo'ygan ekanlar. Agar sen uy topib bersang, men 2% senga beraman deb. Vaholanki ko'p holatda biz как realtor sifatida sotayotgan tomondan komissiyonni olamiz. Xaridorga umuman tegmaymiz. Afsuski endi akamiz hozir uy topilganligi uchun 2% o'sha rus ayolga berishlari kerak ekan. Bermayman desa, kontraktdan ham chiqib olmayapti, chunki kontrakt 6 oylik ekan. O'zlaringiz bilasizlar, uy oladigan odamning closing cost, ya'ni sotib olish rasxodlari juda ham ko'p Amerika sharoitida. Shuning uchun uni ustiga o'lganida ustiga tepgan qilib yana realtorni feesini qo'shish bu sizlarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Doimo qo'l qo'yishdan oldin realtor kontraktga tushunmasalaringiz o'qib chiqinglar, tarjima qilinglar, bo'lmasa bizga aloqaga chiqinglar, biz tushuntirib beramiz. Bu dunyoda odamdan bir narsa qoladi. Birovlarga qilgan yaxshiligi. Masalan, men o'zim 50 ta 60 ta uy yopsam ham yiliga hech qachon xaridor tomonidan pul olmaganman. Bundan buyog'iga ham olmaymiz. Uy olmoqchi bo'lsanglar, begona qilmasdan o'zimizga chiqinglar. Ishlarga omad.